zakot beruvchi odamni tozalaydi. Nimadan tozalaydi? Zakot beruvchi odamni ayblardan, qalb kasalliklaridan tozalaydi. Zakot beruvchi odam zihnalikdan qutuladi, xasislikdan qutuladi, baxillikdan ozod bo'ladi. Zakot beruvchi odam xudbinlikdan ozod bo'ladi. Faqat o'zini o'ylashlik hissiyotidan qutuladi. Zakot beruvchi odamning qalbida bechoralarga nisbatan mehr shafqat paydo bo'ladi. Zakot beruvchi odamning qalbida kambag'allarga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Demak, zakot ana shu zakotni berishlik bilan zakot beruvchini qancha ayblardan, qalb kasalliklaridan poklaydi. Demak, zakot ko'proq kimga foyda keltirar ekan? Ko'proq foydani zakot beruvchiga keltiradi. Foydasini u ko'radi va foydasini molida ko'radi.